Toshkent davlat texnika universitetida O'zbekiston texnik jihatdan tartibga solish agentligi, Rossiya Federatsiyasining Elmetro kompaniyasi hamda O'zbekiston Milliy metrologiya instituti hamkorligida zamonaviy o'quv ilmiy laboratoriya ochildi. Mazkur laboratoriya metrologiya, standartlashtirish va mahsulot sifati menejmenti yo'nalishida tahsil olayotgan talabalar uchun zamonaviy o'lchash vositalari bilan ishlash bo'yicha amaliy ko'nikmalarni shakllantirishga xizmat qiladi. Tadbir doirasida bosim, sath va haroratni o'lchash hamda ularni qiyoslash bo'yicha ilg'or yondashuvlar namoyish etildi. Shuningdek, ochilish marosimidan so'ng tomonlar professor-o'qituvchilar malakasini oshirish, talabalar amaliyotini rivojlantirish, sanoat korxonalari bilan hamkorlikni kengaytirish hamda jihozlarga servis va kalibrlash xizmatlarini yo'lga qo'yish masalalarini muhokama qildi. Bu o'quv laboratoriyasini muhim jihati shundaki, bu nafaqat talabalar uchun o'quv xonasi, balki bir amaliyot xonasi sifatida ham ishlatiladi. Hurmatli prezidentimizning o'quv va amaliyotni integratsiyasi topshiriqlari va tamoyili aynan shu laboratoriyada mujassam bo'lmoqda. Bu yerdagi uskunalar hammasi avtomatlashtirilgan, neft va gaz sohasida qo'llaniladigan eng ilg'or o'lchash texnologiyalarini mujassam qilgan. Rossiya Federatsiyasining Elmetro kompaniyasi bilan bu hamkorligimiz birinchi hamkorlik hisoblanadi. Laboratoriyada talabalar sanoat korxonalarida keng qo'llanilayotgan yangi avlod o'lchash vositalarining ishlash prinsipi, foydalanish tartibi hamda nazorat jarayonlari bilan yaqindan tanishadi. Bu esa bo'lajak mutaxassislarning nazariy bilimlarini amaliy tajriba bilan mustahkamlashga imkon yaratadi. Elmetro kompaniyalar guruhi 2022-yilda O'zbekistonda rasmiy vakolatxonasini ochdi. Mazkur Toshkent davlat texnika universiteti bazasida tashkillashtirilgan o'quv laboratoriya kompaniya tarixida birinchi marta oliy ta'lim muassasalari Milliy metrologiya instituti bilan hamkorlikda ochilgan laboratoriya hisoblanadi. Mazkur laboratoriyamiz studentlarga kasbiy malakalarida katta teoretik bilimlarga qo'shimcha ravishda praktik bilimlarini, ilmlarini oshirishda o'z samarasini beradi deb hisoblaymiz. Laboratoriya zamonaviy qurilmalar bilan jihozlangan bo'lib, o'quv jarayonini takomillashtirish, ilmiy tadqiqot ishlarini rivojlantirish hamda ko'rgazmali sinovlarni o'tkazish imkonini beradi.